Sura Tavba. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilallazina ahadtum minal mushrikin. Bu Allah va uning payg'ambarining sizlar bilan muahide tuzishgan mushriklarga qaratgan ado juda bo'lish, ya'ni muahidini bekor qilish e'lonidir. Fasihu fil ardi arba'ata ashhur wa'lamu annakum ghayru mu'jizillahi wa annalloha mukhzil kafirin. Ey mushriklar, yer yuzida xoliqininglarcha 4 oy yuringlar. Bilinglarki, sizlar Allohning azobidan qechib qutulolmaysizlar. Bilinglarki, Alloh kofirlarni xor qilguchidir. Wa adanun minallahi wa rasulihi ilan nas yawmal hajjil akbar annallaha bari'un minal mushrikin wa rasuluhu فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. Bu çoğun hac günüde Allah ve onun peygamberi tarafından kişilerge çıkarılgan e'landır ki Allah ve onun peygamberi müşriklardan ada judadır. Agar kufridan tavba qilsanglar, bu sizlarga gumrohlikda keti verishdan yaxshidir. Agar islomdan yuz o'risanglar, bilinglarki Allohning azobidan qechib qutulolmaysizlar. Kofirlarga qattiq azob bilan bishorat bergin. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. Amma mushriklar ishchidagi sizlar bilan muahide tuzgan, muahidiga hech qanday xiloflik qilmagan, sizlarga qarshi hech qanday odamga yordam bermaganlarga kelsak, ular bilan tuzgan bu muahidiga uning vaqti to'shqanga qadar rioya qilinglar. Shubhisizki, Alloh taqvodorlarni do'st tutadi. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. Urush qilish harom qilingan oylar o'tib ketganda, mushriklarni qayerda uchratsanglar, shu yerda o'ltiringlar. Asirga elinglar, qo'rshanglar. Ularning o'tadigan yo'llarini ko'zatib turinglar. Agar ular tavba qilsa, namoz o'qisa, zakot bersa, ularni qo'yib beringlar. Shubhisizki, Alloh tavba qilguvchilarga مغفرت قلغوچدر رحم قلغوچدر. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. Agar mushriklardan biror kishi senden amallik tilasa, toki u Allohning kalomini, ya'ni Qur'onni anglaganga, ya'ni fikr qilib uning haqiqatiga yetganga qadar uningga amallik bergin. Ondan u iymon etmasa, uni jeni meli aman topadigan joyga yetkizib qo'ygin.
Bu şunun üçünki, ular islom dinining haqiqatini uqmaydigan qavmdir. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. Allah'ның va uning payg'ambarining qarashicha ahdisiga vafo qilmaydigan mushriklarda qandoqmi muohida degan narsa bo'lsin. Ammo masjidi haram qeshida sizlar bilan ahdi tuzishgan mushriklar agar ahdisiga vafo qiladigan sizlarmu vafo qilinglar. Shubhisizki Alloh taqvodorlarni, ya'ni Parvardigordan qo'rqqan, ahdisiga vafo qilgan, xiyonat qilmaganlarni do'st tutadi. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. Mushriklar ahdisiga qandoqmi vafo qilsin? Agar ular sizlarning ustinglardan g'alaba qilsa, sizlarning to'g'ranglarda na tuqqanchilikqa, na ahdiga rioya qilmaydi. Sizlarni eg'izlarida xush qiladi. Dillarida va'dasida turishni xohlamaydi. Ya'ni og'zida chiroyli so'zligini bilan ko'ngillari adovat, nifoq bilan to'lgan. Ularning to'lisi fosiqlardir. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Ular Allah'ның oyatlarini dunyoning mol-mulklaridan arzimas narsalarga tegishdi. Kishilarni Allah'ның yo'lidan to'sdi. Haqiqatan ularning qilmishlari nima degan yomon. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. Ular müminler haqqida na tuqqanchilikqa, na ahdiga rioya qilmaydi. Ana shular sizlarga zulm qilishda haddidan oshquchilardir. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. Agar ular kufridan tavba qilsa, namoz o'tsa, zakot bersa, diniy jihatda sizlarning qeyrindishinglar bo'ladi. Ya'ni huquq va majburiyatda ular sizlar bilan o'xshashdir. Fuqadigan qavm uchun oyatlarni tafsili bayon qilamiz. وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. Agar ular ahdi bergandan keyin qasamlarini buzsa va dininglarni ayıplasa, ularning buningdan cheklanishlari uchun kufrining katta boshlariga urush echinglar. Ularning qasamining haqiqatan e'tibori yo'q. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. Ey müminler cemaati! Ahdi berganda ishkan qasimini buzgan,
payg'ambarni Makkadan haydab chiqarishni qasdlagan va sizlarga oldi bilan hujum qilgan qavmga urush ochmamsizlar? Ulardan qo'rqamsizlar? Agar mo'min bo'lsanglar, qo'rqishinglarga Alloh eng loyiqdir. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. Ularga urush echinglar. Allah ularni sizlarning qo'linglar bilan jazolaydi. Allah ularni xor qiladi. Allah sizlarni ular ustidan g'olib qiladi. İslam dinini üstün qilib, kafirlarni jazolab, mo'min qavmning ko'ngliga shifolik, ya'ni tasalli beradi. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Ham ularni dillaridagi ochiqdan xalos qiladi. Allah xohlagan odamni tavbiga muvaffaq qiladi. Allah hammani bilib turg'uchidir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. Allah sizlarning oranglardagi jihad qilganlarni, Allohning payg'ambaridan va mo'minlardan boshqani sirdosh qilib olmaganlarni bilmay, ya'ni o'ttirg'i chiqarmay turib, sizlar o'z holimizga qo'yib berilamiz, ya'ni sinolmaymiz deb o'ylamsizlar. Allah sizlarning qilmishinglardan xabardordir. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. Mushriklar o'zlarining kufrini iqror qilib turuqliq, ya'ni kofirlik bilan Allohning masjidlarini obod qilish bir-biri bilan sig'isholmaydi. Ularning Allohning masjidlarini obod qilishi to'g'ri emas. Ularning qilgan yaxshi amallarining natijasi bo'lmaydi. Ular do'zaxda mangu qoladi. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Allah'ның masjidlarini faqat Allah'a, oxirat kuniga iymon etgan, namoz o'tigan, zakot bergan, Allohdan boshqadan qo'rqmagan kishilarla obod qiladi. Ya'ni masjidni remont qilish, saramjonlashtirish, tozalash, masjidda davomliq namoz o'tash, Qur'on tilovat qilish qatorliq ishlarni qiladi. Ani shularning hidoyat topquchilardan bo'lishi ko'zda tutiladi. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Sizlar hojilarni suv bilan ta'minlashni, masjidi haramni obod qilishni Allohga, oxirat kuniga iymon etgan va Allohning yo'lida jihad qilganlarning iymoniga o'xshash hisoblamsizlar. Allohning nazarida
ular o'xshash emas. Allah zolim qavmni hidoyat qilmaydi. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. İman eytqanlarning, hicret qilganlarning va mollari ham jonlari bilan Allohning yo'lida jihad qilganlarning darajasi Allohning dargohida eng kattadir. Ani shular savob tepish bilan maqsadiga erishguchilardir. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. Parvardigori ularga o'zining rahmati, roziligi va jannatlari bilan xush xabar beradi. Ular jannatlarda mangulik ne'matga erishadi. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. Ular jannatlarda mangu qoladi. Shubhisizki Allohning dargohida ularga katta savob bor. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. Ey müminler! Agar otlaringlar, qeyrin-dishinglar imondan kufrini ortiq ko'rsa, kufrida mahkam tursa, ularni do'st tutmanglar. Ishinglardan kimlarki ularni do'st tutadigan, ular zolimlardir. Ya'ni ularga o'xshash mushrikdir. Chunki mushriklikka rozi bo'lgan odammu mushrik hisoblanadi. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Aytqinki, agar sizlarning otanglar, o'g'illaringlar, qeyrin-dishinglar, xotinlaringlar, urug' tuqqanlaringlar hamda ulardan boshqalar tapqan pul mollaringlar, oqmay kelishidan qo'rqqan tijoratinglar, yaxshi ko'radigan o'ylaringlar sizlar uchun Allohdan, Allohning payg'ambaridan va Allohning yo'lida jihad qilishdanmi so'yimlik bo'lsa, ya'ni shular bilan bo'lib ketib, Allohning payg'ambariga yordam bermasanglar, u holda sizlar toki Allohning amri, ya'ni Makkani fathi qilish izni kelgucha kutinglar. Allah fosiq qavmni, ya'ni Allohning dinining chek-chegarasidan chiqib ketguchilarni hidoyat qilmaydi. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Allah sizlarga nurg'un jang maydonlarida va Hunayn kunida, ya'ni jengida haqiqatan yordam berdi. Ayni vaqtda soninglarning ko'pligidan xushallanib ketdinglar. Ya'ni bugun bizning sonimiz ko'p,
mag'lub bo'lmaymiz dedinglar. Bu chaqda sizlarning soninglar 12 ming, dushmaninglarning soni 4 ming edi. Soninglarning ko'pligi sizlarga qilcha asqotmadi. Qattiq qo'rqininglardan kang zamin sizlarga tor to'yildi. Ondan mag'lub bo'lib Rasulullohni ozg'ini mo'minlar bilan tashlab orqanglarga qarab qochdinglar. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Ondan Allah payg'ambariga va mo'minlarga marhamat qilib xotirjamlik beg'ishladi. Sizlarga qo'shinlarni, ya'ni sizlarga yordamga farishtalarni tushirdi. Ularni sizlar ko'rmidinglar. Shuning bilan sizlar g'alaba qildinglar. Allah kofirlarni o'ldirish va asir elinish bilan azobladi. Kofirlarning jazosi ana shu. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. Shuningdan keyin Allah xohlagan odamga tavbani nasib qiladi. Ya'ni islom diniga kirishga muvaffaq qiladi. Allah nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Nihoyat mehribondir. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. Ey müminler, müşrikler, Allah'ni inkar qilganliklari uchun faqat nejisdir. Mushu yildan, ya'ni Hijriyaning 9-yilidan keyin ular Masjidi Haramga yaqinlashmasin. Ya'ni haj qilmasin, umra qilmasin. Agar sizlar ey müminler mushriklarning haramga kirishdan man'i qilinishi bilan peqirliqdan qo'rqsanglar, Allah xolisa o'z fazli bilan sizlarni boy qiladi. Shubhisizki, Allah sizlarga foydali ishlarni bilguchidir. Hikmat bilan ish qilguchidir. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Sizlar ahli kitobdan Allohga va oxirat kuniga ishonmaydiganlar. Yahudilar Uzayrini Allohning o'g'li, Nasaralar İsa'ni Allohning o'g'li deb e'tiqod qilganliklari uchun ular Allohga va oxirat kuniga e'tiqod qilamiz degan bilanmi e'tiqod qilmaganning o'rnidadir. Bilan Alloh o'zining kitobida va uning payg'ambari sunnatida harom qilgan narsalarni harom bilmaydiganlar va haq din, ya'ni islom diniga e'tiqod qilmaydiganlar bilan toki ular sizlarga bo'ysunib xor holda jizya to'laganga qadar urush qilinglar. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. Yahudilar Uzayr Allah'ның oğludur dedi. Nasaralar Masih, yani İsa Allah'ның oğludur dedi.
Bu ularning og'zidagi dalilsiz so'zdir. Ularning so'zlari ilgirki kofirlarning, ya'ni mushriklarning farishtalar Allohning qizlaridir degan so'zlarga o'xshaydi. Alloh ularga la'nat qilsinki, Allohning bolasi yo'qligiga ro'shan dalil tursa, haqiqatdan botilga burilib, ular qandoqmi Allohning bolasi bor deb Allohga yolg'on choplaydi. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Ular özlerinin Hebreylerini, rahiblerini, Yahudiler bilen Nasaralarının dini başlıklarını, ölüm allarını ve Meryem oğlu Mesihni mabud kılıp aldı. Halbuki ular peygamberler arkalık fakat bir ilahka ibadet kılışka buyurulgan idi. Uningdan başka, yani alemlerinin perverdigari Allah'tan başka hiç mabud berhak yoktur. Allah ularning şerik keltirganliklaridan pokdir. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Ular, yani müşrikler, Yahudiler ve Nasaralar Allah'ның nurini, yani İslam dinini eğizleri, yani yalgan yavudak buhtalları bilen öçürmekçi boladı. Allah öz nurini üstün kılmay kalmaydı. Kapırlar bunu yaman körgen takdirdi mi? Huvellezî arsala rasûlehu bilhudâ ve dînil hakk liyuzhirahu ale'd-dîni kullihi velev kerihel müşrikûn. Allah hak din, İslamni barlık dillardan üstün kılıç üçün özünün peygamberini, yani Muhammed aleyhissalamni toluk hidayet ve hak din bilen evetti. Müşrikler onun üstün buluşini yaman körgen takdirdi mi? Ya eyyühellezine amenu inne kethiran minel ahbari ve ruhbani la ya'kuluna amwalen nasi bil batil. لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. İyi müminler, Hebriler ve rahiplerden, Yahudi ve Nasara ölümallarından nurgulları, kişilerinin pul mallarını hakikaten haram yeydi. Kişilerini Allah'ın dinine kiriştin tosadı. Altın kömüş yığıp, onu Allah'ın yolunda sarf kılmaydıganlarga, dozaqda boludigan qattiq azap bilen bisharat bergin. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. O günde, yani kıyamet günüde, o altın kümüşler cehennemnin otuda kızıtılıp, onun bilen ularının peşaneleri, yalları ve dümbüleri dağlanıdı. Ularga, bu silerinin özünler üçün yıkkan altın kömüşünler. Siler bu dünyayınlardaki Allah'ın hakkını ada kılmadınlar.
yiqqan oltin kumushinglarning vabolini tetinglar deyiladi. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Şübihisiz ki, osmon ve zemin yaratılgandan tartib, qamari, oylarning soni Allah'ның dergahida, yani Lavhul Mahfuzda 12'dir. Ulardan 4'i, yani Zulqa'da, Zulhajja, Muharram, Rajab urush qilish haram qilingan oylardir. Bu to'g'ri dindir. Yani mazkur 4 oyda urushning haram qilinishi Allohning to'g'ri dinidir. Bu oylarda ularning hurmatini saqlamaslik bilan Allah cheklagan gunoh ishlarini qilish bilan o'zinglarga ziyon solmanglar. Mushriklar sizlarga birlikda hujum qilgandek, sizlarmi ularga qarshi birlikda urush qilinglar. Bilinglarki, Allah taqvodorlar bilan billadir. Ya'ni Allohning amrini bajo keltirish, man'i qilgan ishlaridan cheklanish bilan Allohdan qo'rquvchilarga Allohning yordam beradiganligiga ishonchida bo'linglar. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. Oyni orqaga surish, ya'ni urush haram qilingan oyni boshqa bir oyga o'zgartib, yilning 12 oyini 13 oyga ko'paytish kufrini ziyoda qilishdir. Buning bilan kofirlar ozdiriladi. Ular Allah haram qilgan oylarning soniga muvofiqlashish uchun uni bir yil halol qilsa, ikkinchi yil haram qiladi. Shuning bilan ular Allah haram qilgan oyni halol qiladi. Ularga o'zlarining yomon amallari chiroyli ko'rsatildi. Allah kofir qavmni hidoyat qilmaydi. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Ey müminler! Sizlarga Allah'ның yolida jihad qilishga chiqinglar deyilsa, nimishqa yurtinglardan ayrılgınlar kelmaydi. Dünya hayotini oxiratdagi baxt bilan tegishishga rozi bo'ldinglarmi? Dünya hayotidan bahramand bo'lish oxiratning ne'matlari bilan selishtirganda arzimas narsadir. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. Agar sizlar jihadga chiqmasanglar, Allah sizlarga qattiq azob qiladi. Sizlarni halok qilib, o'rninglarga sizlardan boshqa qavmni keltiradi. Sizlar Allohga qilchi ziyon yetkazolmaysizlar. Allah har narsaga qodirdir. إلا تنصروه فقد نصره الله
إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Agar sizlar Allohning payg'ambariga yordam qilmasanglar, Alloh yordam qiladi. Alloh haqiqatan uningga yordam qilgan edi. O'z vaqtida kofirlar uni Makkadan haydab chiqargan edi. Uningga faqat bir kishi, ya'ni Abu Bakr Siddiq hamroh edi. Ayni zamonda u ikkisi g'orda edi. Rasululloh hamrohiga g'am qilmag'in. Alloh haqiqatan biz bilan billa deydi. Alloh uningga, ya'ni payg'ambariga xotirjamlik beg'ishladi. Uningga farishtalardan bo'lgan qo'shinlar bilan madad berdi. Ularni sizlar ko'rmadinglar. Kofirlarning so'zini, ya'ni sherik kalimasini pas qildi. Allohning so'zi, ya'ni kalima tavhid ustundir. Allah g'olibdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Ey müminler cemaasi, sizlar yenik bo'lgan yoki eg'ir bo'lgan holatda, ya'ni mayli yosh qeri, piyoda, ulug'liq bo'linglar, o'ngishliq va qiyin sharoitda bo'linglar, ixtiyoriy va ixtiyorsiz bo'linglar, hamma ahvolda jihodga chiqinglar. Allohning yo'lida melinglar bilan, jininglar bilan jihod qilinglar. Agar bilsanglar, mundaq qilish sizlar uchun yaxshidir. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. Agar ularning da'vat qilinig'ini oson qo'lga keladigan g'animat va yiroq emas o'ttir hol safar bo'ladigan bo'lsa, ular cho'qim sana agishib g'animat elish maqsadida chiqatdi. Lekin bu orliq ularga yiroq bilindi. Ular Alloh bilan qasam ichib, agar chiqishga qodir bo'ladigan bo'lsak, albatta sizlar bilan birga chiqatdik deydi. Ular yolg'on qasamlari tufaylidan o'zlarini halok qiladi. Alloh biladi-ki, ular shak shubhisiz yolg'onchilardir. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. Ey Muhammad, Allah seni kechirdi. O'zrisida rostchilar bilan yolg'onchilar sana aniq bo'lmaguncha nimishqa ularga chiqmaslikka ruxsat berdi. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. Ey Muhammad, Allahqa va oxirat kuniga ishonadiganlar sendin mollari bilan va jonlari bilan jihad qilishga ruxsat so'rmaydi. Allah taqvodorlarni obdan biladi. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم
فهم في ريبهم يترددون. Ey Muhammed, senden faqat Allohga va oxirat kuniga ishonmaydiganlar, dillarida Allohning birligiga va sening payg'ambarligingga gumoni borlar ruxsat so'raydi. Ular o'z gumonida tengriqab yuridi. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. Agar ularning jihodga chiqish niyati bo'lsa, albatta uningga tayyorlik qiladi. Lekin Alloh ularning chiqishini yoqtirmadi. Ularning dillariga o'rinliqni silib, ularning irodasini sundirdi. Ularga o'ylarda qilib qolg'uchilar, ya'ni ayollar, kichik bolalar, ojizlar bilan qilinglar deyildi. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. Agar ular sizlar bilan birlikda chiqqan bo'lsa, oranglarda faqat fitna fasodni ko'paytadi. Oranglarga bölgünçilik selish uchun cho'qim suğanchilik bilan shug'ullanadi. Oranglarda ular uchun tingtinglaydiganlar bor. Alloh zolimlarni, ya'ni munofiqlarning ich-teshini obdan bilguchidir. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. İlgiri ular toki Allohning yordami kelganga, Allohning dini ustunlik qozonganga qadar haqiqatan bölgünçilik selishga o'ringan, sana hiyli mekrlarni ishlatgan edi. Halbuki ular bundaq bo'lishini, ya'ni dinning ustunlik qozonishini yomon ko'rguchilardir. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. Ularning orasida manga, ya'ni mening qilishimga ruxsat qilgin. Meni baloga giribtor qilmagin. Ya'ni Rumning ayollari bilan gunoh qilib selishimga sababchi bo'lmagin deguchilarmi bor. Amalda ular munofiqlikdan iborat cho'ng baloga giribtor bo'ldi. Shubhisizki, jahannam kofirlarni o'rab turg'uchidir. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. Agar sen birer yaxshilikka erishsang, ularning ko'ngli yerim bo'ladi. Agar sana birer musibat kelsa, ishning oldini olgan ekanmiz deyishib xushal qaytishidi. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Aytqinki, bizga faqat Allohning taqdir qilgan narsasi yetadi. U bizning madadkorimizdir. Mo'minlar Allohga tavakkul qilsin. Ya'ni mo'minlar hamma ishni Allohga topshirsin. Undan boshqa hech ahadiga yo'lanmasin. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا
فتربصوا إنا معكم متربصون. Aytqinki, sizlar faqat bizning g'alba qilish yoki shahid bo'lishdan iborat ikki xil yaxshi oqibatning biriga erishishimizni kutyapsizlar. Bizmi Allohning sizlarga o'z dargohidan azob tushirishini yoki bizning qo'limiz orqali sizlarni jazolashini kutyapmiz. Sizlarmi o'zinglarga kelganni kutinglar. Bizmi albatta o'zimizga kelganni kutayli. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. Aytqinki, ey munofiqlar jamoasi, sizlar ixtiyoriy yoki majburiy yo'sinda qanchalik pul mol sarf qilsanglarmi, hargiz qabul qilinmaydi. Chunki sizlar Allohning itoatidan chiqqan qavm bo'ldinglar. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Ularning bergan nafiqlari shuning uchun qabul bo'lmaydi-ki, ular Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qiladi. Namozni xushyoqmaslik bilan o'qiydi. Pul melini rozilik bilan bermaydi. ألا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Ularning mol mulki va avlodi seni ajablantirmasin. Allah ularni bu dunyoda shu narsalar bilan azoblashni va ularning kofir peti jon uzishini iroda qiladi. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. Ular biz cho'qim sizlar, ya'ni sizlarga o'xshash musulmonlardan deb Alloh bilan qasam ichdi. Ular sizlardan emas, lekin ular ziyon zahmatga uchrashdan qo'rqib, og'zida musulmon bo'lgan qo'rqinchoq qavmdir. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. Agar ular biror qo'rg'on yoki g'or va yoki gamini topsa edi, ular shu tarafga qarab albatta yugurishgan bo'ladi. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. Ey Muhammad, ularning ba'zisi sening sadiqa va g'animatlarni taqsim qilishingni ayblaydi. Ularga uningdan berilsa xush bo'lishidi, berilmasa xafa bo'lishidi. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Agar ular Allohning va Allohning payg'ambarining ularga berganiga rozi bo'lsa va Alloh bizga kifoya qiladi. Alloh va uning payg'ambari bizga o'z fazlidan ato qiladi. Biz haqiqatan Allohdan Allohning fazlini, ihsonini o'tinib so'rag'uvchilarmiz desa, albatta ular uchun yaxshi bo'ladi. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Zakat faqat pekirlarga, miskinlarga, zakat xodimlariga, dillarini islomga moyil qilish ko'zda tutilganlarga, qullarni ozod qilishga, qarzdorlarga, Allohning yo'liga, ibn sabillarga beriladi. Bu Allohning belgilimisidir. Allah bandalarining manfaatini obdan bilguchidir. Hikmat bilan ish qilguchidir. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. Ularning ba'zilari payg'ambarga so'zi va harakati orqali aziyat yetkazadi va payg'ambarni anglagan narsasining hammasiga ishonadi deydi. Aytqinki, durust, u sizlarga foydali so'zlarni anglab ishonadi. Allohning so'zlariga ishonadi. Mo'minlarning so'ziga, ularning ixlosini bilganlikdan ishonadi. U sizlardan iymon etganlar uchun rahmatdir. Allohning payg'ambariga aziyat yetkazadiganlar qattiq azobga duchor bo'ladi. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. Ular sizlarni rozi qilish uchun payg'ambarga tegadigan gapni qilmadik deb Alloh bilan qasam qiladi. Agar ular rostilla mo'min bo'ladigan bo'lsa, Allohni va uning payg'ambarini rozi qilishlari kerak edi. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha va rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha zalikal khizyul azim. Bu munofiqlar Allohga va uning payg'ambariga kimki qarshilik ko'rsatdi ekan, uning do'zaxga kiradiganligini, do'zaxda mangu qoladiganligini bilmamdi. Ani shu cho'ng rasvolikdir. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. Munofiqlar o'zlari to'g'risida biror sura nozil bo'lib, ularning dillaridagini, ya'ni nifoqni mo'minlarga xabar berishdan qo'rqudi. Aytqinki, sizlar Allohning dinini xoliqininglarcha masxara qilinglar. Sizlar fosh bo'lishdan qo'rqadigan narsani, ya'ni munofiqlikni Alloh cho'qim oshkora qiladi. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. Ey Muhammad, agar sen ularning masxara qilganligini so'rasang, ular biz rost emas, faqat ichpushqi qilib o'ynashib deb qo'ydik deydi. Bu munofiqlarga sizlar Allohning dinini, Allohning oyatlarini, ya'ni kitobini va Allohning payg'ambarini masxara qildinglarmi degin. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Sizlar yolg'on qasam ichib o'zri aytmanglar. Sizlar iymon etqininglardan keyin payg'ambarni masxir qilish bilan kofir bo'ldinglar. Sizlardan bir guruhni
rost tavba qilganliklari uchun afu qilsak, yana bir guruhni gunohkor bo'lganliklari, ya'ni munofiqlik bilan gunohni davomlashtirganliklari uchun jazolaymiz. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. Munafık erler bilen munafık ayollar munofiqlikda va iymondan yiroq bo'lishda bir-biriga o'xshaydi. Ular yomonlikqa buyuruydi, yaxshilikdan to'sidi. Ular qo'llarini yumib oladi. Ya'ni bexillik qilib sadiqa bermaydi. Ular Allohni unutdi, ya'ni Allohning toatini tark etdi. Allohmu ularni unutdi, ya'ni Alloh ularni o'zining fazlidan va rahmatidan mahrum qildi. Şübihsizki munofiqlar fosiqlardir. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. Allah munofiq erlarga, munofiq ayollar va kuffarlarga do'zaxni va'da qildi. Ular do'zaxda mangu qoladi. Do'zax ularni azoblashga yetarlikdir. Allah ularga la'nat qildi. Ular mangulik azobga duchor bo'ladi. الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. Ey munofiqlar, sizlarning holinglar sizlardan burun o'tgan halok bo'lgan ummatlarning holiga o'xshaydi. Ular kuch-quvvatda sizlardan kuchlik, mol-mulki va avlodi sizlarninkiga qaraganda ko'p edi. Sizlardan burun o'tganlar dunyoning lazzatlari jihatdagi nesivasidan bahramand bo'lgandek, sizlarmu dunyoning lazzatlari jihatdagi nesivanglardan bahramand bo'ldinglar. Ular botilga cho'mgandek, sizlarmu botilga cho'mdinglar. Ani shularning yaxshi amallari dunyo va oxiratda e'tiborsizdir. Ani shular ziyon tortquchilardir. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ulardan burun o'tganlarning Nuh, Ad va Samud qavmlarining, İbrahim qavmining, Madyan aholisining, ko'mtirib etilgan qishloqlarning, ya'ni Lut alayhissalomning qavmi qishloqlarining xabarlari kelmadimi? Ularga payg'ambarlari mo'jizalar elib keldi. Bu mo'jizalarni ular inkor qildi. Allah ularga zulm qilgani yo'q. Lekin ular kafir bo'lish va gunoh qilish bilan o'zlariga o'zlari zulm qildi. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Mümin erler, mümin ayollar bir-biri bilan do'stdir. Ular kishilarni yaxshi ishlarni qilishga buyuruydi, yomon ishlardan to'sidi, namozni to'liq ado qiladi, zakot beradi, Allohga va Allohning payg'ambariga itoat qiladi. Ana shularga Alloh rahim qiladi. Alloh haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Allah mümin erler ve mümin ayollarga ostidan o'stanlar eqib turadigan jannatlarni va'da qildi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Hamisha turadigan jannatlarda go'zal joylarni va'da qildi. Ular erishadigan Allohning roziligi jannat ne'matlarining hammasidan kattadir. Bu cho'ng baxtdir. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Ey payg'ambar, kofirlarga va munofiqlarga qarshi jihad qilgin. Ularga qarshi g'azot qilish va qo'rqinch selish bilan qattiq muomala qilgin. Ularning joyi jahannamdir. U nima degan yomon joy. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. Ular, yani munofiqlar, hech nima demaganligi to'g'risida Alloh bilan qasam qiladi. Ular haqiqatan kufr so'zini aytdi. Islom diniga kirganligini ifodalagandan keyin kofir bo'ldi. Ular ishqi oshmaydigan ishni ishqi oshirishga urindi. Ya'ni payg'ambar alayhissalomni o'ldirishni qasdladi. Ularning payg'ambar alayhissalomni yomon ko'rishi faqat Allohning va uning payg'ambarining ularni o'z fazlidan boy qilganligi uchundir. Agar ular munofiqlikdan tavba qilsa, o'zlariga yaxshidir. Agar ular iymondan davomliq yuz o'rsa, Alloh ularni dunyo va oxiratda qattiq azob bilan jazolaydi. Yer yuzida ularni azobdan qutuldiradigan biror do'st va biror madadkor tepilmaydi. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. Ularning ichidagi ba'zilar, agar Alloh bizga o'z fazlidan ato qilsa, ya'ni rizqimizni keng qilsa, albatta sadiqa beratdik. Albatta yaxshilardan bo'latdik deb Allohga ahd qildi. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. Allah ularga o'z fazlidan ato qilgan, ya'ni boy qilgan chog'da bexillik qilishdi. Ya'ni ahdini buzib,
Allohga va Allohning payg'ambariga itoat qilishdan yuz o'rishdi. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. Ular sadiqa qilamiz, yaxshilardan bo'lamiz deb Allohga bergan ahdisiga xiloflik qilganliklari, iymonini, ihsonini da'vo qilishdiki, yolg'onchiliklari uchun Allohga muloqot bo'ladigan kuni, ya'ni qiyomat kuniga qadar munofiqlikning dillarida yildiz tortib turishini Alloh ularning ishining oqibati qildi. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Allah'ның ularning ichki sirlarini, o'zaro qilishgan yoshirin so'zlarini bilib turadiganligini, butun g'ayiblarni cho'nqur biladiganligini ular uqmamdi. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Munofiqlar mo'minlarning ichidagi mardlik bilan ko'p sadiqa qilguvchilarni toqatining yetishicha, ya'ni kambag'al bo'lganlikdan oz sadiqa qilguvchilarni ayiblaydi. Ularni masxiri qiladi. Alloh ularni masxiri qilganliklari uchun jazolaydi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. Ey Muhammed, ular yani munofiqlar uchun mayli mag'firat talab qil, mayli mag'firat talab qilma, baribir o'xshash. Ular uchun 70 qitim mag'firat talab qilsangmi, Alloh hargiz ularni mag'firat qilmaydi. Chunki ular Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qildi. Alloh fosiq qavmni hidoyat qilmaydi. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. Rasulullahga xiloflik qilib, Tabuk g'azatiga chiqmay qilib qolganlar, ya'ni munofiqlar o'ylarida bahramon o'ltirganliklari bilan xushal bo'lishdi. Ular Allohning yo'lida mollari bilan, jonlari bilan jihad qilishni yoqtirmadi. Ular bir-biriga issiqda chiqmanglar deyishdi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, jahannamning o'ti teximi qiziqdir. Agar ular tushunadigan bo'lsa, albatta issiqda Rasululloh bilan birga chiqatdi. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. Ular qilmish gunohlarining jazosi uchun oz kulsin, ko'p yig'lasin. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. Agar Allah seni Tabuk g'azatidan qaytirib, o'zrisiz qilib qolgan munofiqlardan bir turkumning yeniga elib borsa, ular
ikkinchi bir g'azotga chiqishga sendin izni so'rasa, ularga aytqinki, sizlar men bilan billa mangu g'azotga chiqmanglar. Hargiz men bilan billa chiqib urush qilmanglar. Shubhisizki, sizlar dastlabki qaytimda chiqmay, o'yinglarda bahramon o'ltirishga rozi bo'ldinglar. Endi g'azotga chiqmay qilib qolg'uchilar, ya'ni ayollar, kichik bolalar bilan o'ltiringlar. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Ey Muhammed, sen ularning orasidan o'lgan hech bir odamning namozini tushirmagin. Dafn qilish, ziyorat yoki duo uchun uning qabrisi ustidimi turmag'in. Chunki ular Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qildi. Ular fosiq holati bilan o'ldi. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Ularning mollari va avlodlari seni ajablantirmasin. Allah dunyoda bular orqali ularni jazolashni, ularning kofir peti jon uzishini iroda qiladi. وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. Birer sure nazil qilinib, Allohga iymon aytinglar va Allohning payg'ambari bilan billa jihad qilinglar deyilsa, ularning orasidagi maldorlar sendan g'azotdan qilib kelishga ruxsat so'raydi. Ular bizni qo'y, g'azotga chiqmay o'ylarida bahramon o'ltirg'uchilar bilan billa bo'layli deydi. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Ular o'ylarida qolg'uchilar, ya'ni ayollar, kesallar va ojizlar bilan billa bo'lishga rozi bo'ldi. Ularning dillari pechatlandi. Shuning uchun ular jihoddagi payg'ambarga itoat qilishdan keladigan baxtni tushunmaydi. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. Lekin payg'ambar va payg'ambar bilan billa iymon etqonlar mollari bilan, jonlari bilan jihad qildi. Ani shular ikkili dunyoning yaxshiliklariga noil bo'ladi. Ani shular maqsadga yetguchilardir. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. Allah ularga ostidan o'stanlar eqib turadigan jannatlarni tayyorladi. Ular uningda mangu qoladi. Bu cho'ng baxtdir. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. A'robilardan o'zri bayon qilguvchilar jihodga chiqmaslikqa ruxsat so'rab keldi. Iymonni da'vo qilib, Allohga va uning payg'ambariga yolg'onchilik qilganlar jihodga chiqmadi. Ya'ni a'robilardan yana bir turkumi jihodga chiqmadi. O'zri bayon qilibmi kelmadi. Ulardan kofir bo'lganlar qattiq azobga duchor bo'ladi. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون
لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. Acizlar, yani yaşanğan bovoylar, kesallar, jihodga chiqishga xarajat topolmaganlar Allohga va Allohning payg'ambariga sodiq bo'lsalar, jihodga chiqmasa gunoh bo'lmaydi. Yaxshi ish qilguvchilarni ayblashga yo'l yo'qdir. Alloh mag'firat qilguvchidir, nihoyat mehribondir. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Yana mundaq kishilarni ayblashga yo'l yo'qdirki, ular jihodga chiqish uchun sendan uloq so'rab kelganda, ularga sen mening sizlarni ta'minlaydigan uloqlarim yo'q deding. Ular jihodga chiqishga sarf qiladigan narsa topolmaganliklari uchun g'amkin, ko'zlaridan yosh to'kkan holda qaytishdi. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. Özleri boy turib, jihodga chiqmaslikqa ruxsat so'raganlar ayblanishi kerak. Ular jihodga chiqmagan ayollar, kesallar, ojizlar bilan birga bo'lishga rozi bo'ldi. Alloh ularning dillarini pechatlavatdi. Shuning uchun ular Allohning amrini bilmaydi. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Ularning yeniga, ya'ni Madinaga Tabuk g'azatidan qaytib kelgan chig'inglarda ular sizlarga g'azatdan qelib qolganliklari to'g'risida o'zlari bayon qiladi. Ey Muhammad, ularga o'zlari bayon qilmanglar. Sizlarning so'zinglarga ishonmaymiz. Alloh sizlarning ahvolinglarni va dilinglardagi munofiqlikni bizga xabar qildi. Alloh va uning payg'ambari sizlarning buningdan keyingi amallaringlarni ko'rib turadi. Munofiqlikdan tavba qilamsizlar yoki uningda chin turamsizlar? Ondan keyin, ya'ni o'lguninglardan keyin yoshirin va oshkora ishlarni bilguchi Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Alloh sizlarga butun qilmishinglarni aytib berdi degan. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. Ular, yani munofiqlarning yeniga qaytib barg'ininglarda, ular sizlarning ularni ayblamaslikinglar uchun yolg'on o'zrilar bayon qilib, Alloh bilan qasam qiladi. Ulardan yuz o'ringlar, ya'ni ular bilan so'zlashmanglar va salomlashmanglar. Ular haqiqatan nejisdir. Qilmishlarining jazosi uchun ularning boradigan joyi jahannamdir. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. Sizlarning roziliqinglarga erishish uchun ular sizlarga qasam ichib beradi. Sizlar ulardan rozi bo'lsanglar, bu ularga foyda bermaydi. Chunki Alloh fosiq qavmdan rozi bo'lmaydi.
الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. A'robilarning kufri va munofiqligi teximiz ziyodadir. Allah payg'ambariga nozil qilgan shariat ahkomlarini bilmaslikka ular eng loyiqdir. Allah mahluqotning ahvolini bilguchidir. Hikmat bilan ish qilguchidir. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. A'robilardan ba'zilari Allah yo'lida bergan narsalarini jarimani hesaplaydi. Sizlarning hodisiga uchrashinglarni kutadi. Ularning o'zlari halokatga uchirsin. Allah ularning so'zlarini anglab turg'uchi, ishlarini bilib turg'uchidir. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. A'robilarning ba'zilari Allohga va oxirat kuniga iymon etadi. Allah yo'lida bergan narsalarini Allohga yaqin bo'lishning va payg'ambarning duosiga erishishning vositasi qiladi. Ular bu orqali rostla Allohga bo'lgan yaqinchilikka erishadi. Allah ularni o'zining rahmati doirasiga kirgizadi. Allah haqiqatan mo'min bandalariga nihoyat mag'firat qilguchidir. Ularga to'liq mehribondir. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Hammadan ilgari iymon etgan muhojirlar va ansorlardan yaxshilik qilish bilan ularga ergashganlar, ya'ni tabiinlar va qiyomatgacha ularning yo'lida manganlardan Allah rozi bo'ldi. Ularmu Allah'tan memnun bo'ldi. Allah ularga ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarni tayyorladi. Ular jannatda mangu qoladi. Bu cho'ng baxtdir. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. Etrafınlarda A'robilardan munofiqlar bor. Madina aholisidanmi munofiqlikda ching turganlar bor. Ularni sen bilmaysan, biz bilamiz. Ularni ikki qaytim, ya'ni dunyoda qatl qilish va asir elish bilan o'lganda gör azobi bilan jazolaymiz. Ondan ular oxiratda cho'ng azobga, ya'ni do'zax azobiga qaytariladi. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. Yana bir qism kishilar gunohlarini e'tirof qildi. Ya'ni boshqalarga o'xshash jihodga chiqmaganligiga yolg'on o'zri aytmadi. Ular yaxshi ishqa yomon ishni aralashtirib qo'ydi. Allohning ularning tavbasini qabul qilishi umidlikdir. Allah haqiqatan tavba qilguvchilarni
mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Ey Muhammed, ularning mollarining bir qismini sadiqa hisobida olgin ki, uning bilan ularni gunohlaridan poklig'aysan va yaxshiliklarini ko'paytgaysan. Ularga duo qilgin. Shubhisizki, sening duoying ularga xotirjamlik elib keladi. Allah ularning so'zini anglab turg'uchi, niyatlarini bilib turg'uchidir. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. Ular, yani tavba qilguvchilar, Allohning o'z bandalarining tavbasini qabul qiladiganligini, xolis niyatli kishilarning sadiqasini qabul qiladiganligini va Allohning tavbini bakmi qabul qiladiganligini, nihoyatda mehribon ekanligini bilmamdi. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Ularga aytqin ki, xohlagan amallarni qilinglar. Qilgan amalinglarni Allohning payg'ambari va mo'minlar ko'rib turadi. Yoshurun va oshkora narsalarni bilguchi Allohning dargohiga qaytirilasizlar. Allah qilmishinglarni sizlarga xabar qiladi. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. Yani bir qism jihodga chiqmagan kishilarning ishi Allohning amriga qoldirildi. Allah yo ularni tavba qilmasa jazolaydi, yo ularni tavbaga muvaffaq qiladi va mag'firat qiladi. Allah ularni, yani ularning ahvolini bilib turg'uchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Bazı kişiler müminlerge ziyan yetkizish, küfrünü küçeytish, müminlerinin arasını parçalash, Allah'a ve onun peygamberiga karşı turgan adam, yani Abu Amir rahibning kelishini kutish maqsadida masjid bino qildi. Ular biz faqat yaxshilikni iroda qildik deb cho'qim qasam qiladi. Allah guvohlik berdi-ki, ular shak shubhisiz yolg'onchilardir. La taqum fihi abada لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. U masjidda mangu namoz o'qimag'in. Birinchi kunidan tortibla taqvo asosiga qurilgan masjid haqiqatan sening namoz o'qishingga eng loyiqdir. Uningda gunohlardan pok bo'lishni so'ydigan kishilar bor. Allah ichki va tashqi jihatdan pok bo'lg'uchilarni do'st tutadi. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار
فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. Dinning binosini Allohning taqvodorligi va roziligi asosiga qurgan odam yaxshimi yoki uni yiqiloy deb qolgan yorining girvikiga qurib o'zimi uning bilan billa do'zax o'tiga o'rilib tushgan odam yaxshimi? Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. Taki ularning yuraklari pari bo'lib o'lmigicha ularning salgan masjidi, ya'ni masjidi zirar, dillardagi gumon munofiqlikning yiltizi bo'lib qeliveradi. Alloh munofiqlarning ahvolini bilib turg'uchidir. Ularning yomon niyatiga asosan ularni jazolashda hikmat bilan ish qilg'uchidir. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Şübihsizki Allah müminlerden ularning jonlarini, mollarini ularga jannatni berib setib oldi. Ular Allohning yo'lida urush qilib düşmanlarni o'ltirdi va o'ltirildi. Ya'ni düşmanlar bilan jihad qilib shahid bo'ladi. Jihad qilg'uvchilarga jannatni va'da qilish Tavrotda, Injilda va Qur'onda zikr qilingan Allohning rost va'dasidir. Va'dasiga Allohdan mubak vafo qilguvchi kim bor? Ya'ni Allohdan mu vafodor ahadi yo'q. Qilgan bu sodanglardan xushal bo'linglar. Bu zo'r muvaffaqiyatdir. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Günahlardan tavba qilguvchilar, ixlos bilan ibodat qilguvchilar, Allohga hamd sano etguvchilar, ro'za tutguvchilar, ruku qilguvchilar, sajda qilguvchilar, yaxshi ishlarga da'vat qilib, yomon ishlardan to'squchilar, Allohning belgilamalariga rioya qilguvchilar, ya'ni Allohning bekitgan farzlarini ado qilib, nahy qilgan ishlardan yong'uvchilar ham ahli jannatdir. Mo'minlarga jannat bilan xush xabar bergin. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Payg'ambarga va mo'minlarga mushriklarning ahli do'zax ekanligi aniq ma'lum bo'lgandan keyin mushriklar ularning tuqqini bo'lgan taqdirdimi ularga mag'firat talab qilishi durust emas. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. İbrahimning otisiga mag'firat talab qilishi uningga
ilgiri qilgan va'dasini o'rinlash uchun edi. Uningga otasining Allohning dushmani ekanligi aniq ma'lum bo'lgandan keyin u otasi bilan ado-judo bo'ldi. İbrahim bo'lsa, haqiqatan ko'p chekkuchi, ya'ni ko'ngli yumshoq, yetgan aziyatlarga chidamliq edi. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. Allah birər qavmni hidayət qılğandan keyin ular saqlanışqa tegishlik ishlarni bayon qilmay turib, ularni gumroh qilmaydi. Ya'ni gumrohlikqa hukm qilmaydi. Allah haqiqatan har narsani bilib turg'uchidir. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Şübhəsizki, osmonning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Allah o'likni tirildiradi, tirikni o'ltiradi. Sizlarga Allohdan boshqa hech do'st va madadkor yo'q. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Allah haqiqatan payg'ambarning va uningga qiyinchilik paytida ergashgan muhojirlar va ansorlarning tavbasini qabul qildi. Ayni zamonda ularning orasidagi bir turkum kishilarning dillari haqdan burilib ketishga tos qolgandan keyin Allah ularning tavbasini qabul qildi. Allah ularga to'limi marhamatlik, nihoyatda mehribondir. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Jihadga chiqmagan 3 kishining tavbasini Allah qabul qildi. Shuncha keng zamin ularga tor to'yilgan, ularning jonlari siqilgan. Ular Allohga tavba qilmay turib, Allohning g'azabidan qutulish mumkin emasligiga ishongan edi. Ondan ularning tavba qilguvchilardan bo'lishi uchun Allah ularni tavbaga muvaffaq qildi. Allah tavbani bakmi qabul qilguvchidir. Bandalariga nihoyatda mehribondir. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Ey müminler, Allah'tan korkunlar, rastçılar bilen billi bulunlar. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. Madina aholisi va ularning atrofidagi A'robilarning Rasululloh bilan jihadga birga chiqmay qelib qelishi o'zlarining oromi bilan bo'lib, jafoda Rasululloh bilan birga bo'lmasligi
to'g'ri emas edi. Bu, ya'ni ularni jihodga chiqmay qilib qilishdan man'i qilish shuning uchunki, ular Allohning yo'lida uchragan ussuzlik, tortgan jafo mushaqqat va ochlik, ularning kofirlarni xafalikqa soladigan har bir qadami, dushmanlar ustidan erishgan, ularni o'ldirish, asir elish, mag'lub qilish qatorliq har bir narsasi uchun Allohning dargohida ularga yaxshilik, ya'ni savob yeziladi. Alloh albatta yaxshi ish qilguvchilarning ajrini bekor qilib etmaydi. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Ularning Allohning yo'lida mayli kichik bo'lsin yoki cho'ng bo'lsin, sarf qilgan narsasi va jihad uchun bosgan har bir musofisi ularning qilgan amallariga eng yaxshi mukofot berish yuzasidan ularga yeziladi. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Möminlərinin hamısının jihadga chiqishi loyiq emas. Ularning bir turkumi jihadga chiqdi. Ularning ichidagi har bir jamoatdan yana bir turkumi diniy olim bo'lib, ular qavmining qiyshig'iga qaytgandan keyin qavmining Allohdan qo'rqishi uchun ularni ogohlantirish maqsadida nimishqa ilm talab qilishga chiqmadi. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. Ey müminler, sizler özünlarga yakın joydagi kafirlar bilan urush qilinglar. Ya'ni sizlarga xatar bo'lmaslik uchun oldi bilan atrofinglardagi kuffarlarni ujuqtiringlar. Sizlarni ular qattiq his qilsin. Ya'ni urush ustida ularga qattiq qo'l bo'linglar. Ularga ishinglar og'rimasin. Bilinglarki, Alloh taqvodorlar bilan billadir. Ya'ni Alloh taqvodorlarga madadkordir. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Qur'ondan birer sure nazil qilinsa, ular, ya'ni munofiqlarning orasida nasxiri qilish yuzasidan bu, ya'ni sura qaysinglarning iymonini kuchaytdi deydiganlar bor. Mo'minlarga keladigan bo'lsak, har surada yangi dalil isbotlar bo'lganligi uchun bu, ya'ni sura ularning iymonini kuchaytdi. Ular suraning nozil bo'lishidan xushal bo'ladi. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Dillerida kesel barlar, ya'ni munofiqlarga keladigan bo'lsak, bu sura ularning kufriga kufri qo'shdi. Ya'ni ular munofiqlikda texmi azvayladi, texmi gumrohlashdi. Ular kafir peti öldü. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ. Ular özlerinin her yılı bir qaytim yoki ikki qaytim sinilidiganligini, ya'ni
ular to'g'risida vahyi nozil bo'lib, sirlarining fosh qilinadiganligini bilmamdi. Ondan ular tavba qilmaydi. Ya'ni nifaqdan qaytmaydi. Ibratni olmaydi. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. Ular Payg'ambar alayhissalomning huzuridagi chaqda ularning aybini ochadigan Qur'ondan biror sura nozil qilinsa, ular bir-biriga qarishib, sizlarni birarsi ko'rib qolarmi deyishib tikib etadi. Ular haqiqatni tushunmas qavm bo'lganligi uchun Alloh ularning dillarini o'zgartib etdi. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.